kökleydi nava. Pervişlerde gürleydi nava. Ezelden bar yemiş yemiş, söyüngenni küyleydi nava. Assalomu alaykum, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum, ekran oldidagi ko'ruvman do'stlar. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Vaslivot madaniyat tarqatish shirkati birlikda uyushtirgan Qizilqali vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan yangi navo programmasi. Programmamizga xush kelibsizlar. Biz oldi bilan bizning bog'lovchi ustozlarni tanishtirib o'tgan bo'lsak, ataqli naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulaziz Rahim Akal apandim qarshi olamiz. Xinjiang Muqam Ansamblining davlatlik birinchi darajalik artisti ataqli naqshchi Dilshod Raydin apandim qarshi olamiz. Emragul Abduqodir muallim qarshi olamiz. Unda bo'lsa, Farad Qula vakillarini tanishtirib o'tgan bo'lsak, qonunchilik gezidan Gullan Hilaldin, Tanartaq to'rdan To'xtiniyaz Ismoil Nidoyi, Vaslivot to'rdan Abdukerim Mamtimin, Efendim to'rdan Yasin Rahmatullah, Nur to'rdan Nizomiddin Abduhab, Karvan to'rdan Shuhrat Xalzat. Hammalarni qizg'in qarshi olamiz. Programmamizga xush kelibsizlar. Biz ham shu haftalik yulduzimiz, oylik yulduzimiz, yillik chempion bo'lgan mayirlarga mukofot buyumlarini berib kelyapmiz. Albatta bugungi oylik sonimizda yulduz bo'lgan mayirimizga mukofot buyumimiz bor. Bugungi oylik yulduzimizni Sarqil xalqaro savdo chekish shirkati ta'minlagan Italiyaning Jaspira motori satlangan, savdo qurilmasi butunlay misdan yasalgan, qo'sh temperatura kontrolg'ich satlangan Sarqil markasidagi to'nglatqo bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempiyonumuz ne? Diyarımız hanım kızlarının güzellik üçün üzlüksüz izlenip kelavatkan Xinjiang Hüsnügül Soru Çelik şirketi bir maşini bilen mukaffatlaydı. Yıllık çempiyonumuz maşini bilen mukaffatlandıgan. Bulduğunda olsa tamamlamış dostlar programımızı resmi başlayıp ketken olsak programımızın birinci baskıcı Vay yıllar can menzil görünmez yar yare kara Vay dinler güce can beşte kizilmez yar yare
Bayliq sanımızga xush kelibsiz. Rahmat. Aldı bilan o'zingizni yana bir Assalomu alaykum. Shu so'ringa daxil bo'lgan barliq qarindoshlarimiz, hammalarning keshiga xayrli bo'lsin. Sizlarningki mushu, bizniki mushu kechilikka qatnashmagan barliq azmimonlarga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Yaragan bo'lsa, rahmat. san'at kechiligiga qatnashdim deb kelibsiz-da buda, ha? Chatoqiri shunday o'ylab qoldim. San'at kechilik bu. Albatta san'at kechiligi. Biz ashta o'ylaymiz, ba'zi mayirlar musobaqa keldim deb turib oldi-ku. Yo'q, unda desak bo'lmaydi. Ismingiz? Ismim Islomjon Qodir. Ha. Turpan Pichan Lükçün Sirkip yesidim bo'laman. Ha, u yer nima ish qilsiz ham sen? Men o'shada bir Sirkip boshlang'ich maktabida o'qituvchilik, musiqa o'qituvchiligi ismini shug'ullan. Bu Meni qizim bo'ladi bu yoq. Gapingiz borda qizim? Assalomu alaykum mehmonlar. O'tgan turpanda kelgan nazokatingizlarga o'tib salom. ey. Men bu yerga dadamni qo'liga keldim. Sizlarning dadamni qo'llashinglarni chin ko'nglimdan rahmat. Rahmat. Xudo g'ayrat qilin. Rahmat qizim. Chuqur g'ayrat qilaman. Nazokat. Mikrofon beramiz. Tunji qitim dadangizning naqshi usul o'ynab bersangizmi yo bundan bir o'ynaganmi? Tushundim. Tunji qitim o'ynashingizmi? Bundan tunji qitim sizningki usul o'ynab bersangiz, hozir jiddiylashsangizmi usul o'ynagichi? Jiddiyleşik etdingizmi? Lekin bek chiroyli o'ynab berdingiz. Shunda umoq. Rahmat. Bo'ldi. Ikkilanlarga ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa, Islomjika bizning bog'liq ustozlarning bahosini olib o'taylik. Islomjon o'zi Turpan Pichandan bo'lgandan keyin ma naqshimi Pichan naqshlari. Arukesh naqshi. To'g'ri. Men aytgango deymish naqshni. To'g'ri. Qana. Olg'amdan. Tursun deygan ishimiz bu naqshni maxsus Arukesh deb ism qo'yib. Arukesh naqshida bir plastik bog' deyman. Shuni bosh birinchi naqshim shu. Men bek yaxshi ko'rdim bu naqshni. Bek jushqun, melodiyasi bek chiroyli. Biz aytgandek oldidagi muqaddimasi yo'qdi. Bugun o muqaddimasini aytuvdan shundoq yaxshi to'liq chiqdi bu. Yaxshi o'zang turpanlik, pichalik o'qadi. O'zangning naqshida bu. Buningga biz jiqba bermayli. Yaxshi aytding. Rahmat. Şivirleri, purak şivirleri hem şundak yaxşı. Avazın ona coşkun dağdan çıktı. Sahnedeki yaptığın şundak yaxşı. Korkmaylı geldin ha. Ama musabık emez, konsert gel bunu. Vay yaxşı. Sahnede pişik bitmişse sen. Ha kızığını kara ekip üzenge dumbak şağızgıla ekipse. Rahmat. Şundak olmak gibi, şundak huzurlandık bana burada. Kutlayman xo'sh. Ovozingiz to'g'riliq burun xilal to'xtalib o'tgan bugun yana bir eskartib o'tay. Ovozingiz yangroq, to'rba, nayt, kuchiba, sharoit yaxshi bir ovoz. Arukesh naqshisi nomli bu naqshimi xilal nafas, saviya talab qiladigan naqsha. Sizmi bu naqshi xilal ko'p ajr singdiribsiz, anglab turdi. Naqshning xili ushaq agitmalari to'liq yaxshi o'rinladingiz. Bo'libmi ta'kidlab o'tadiganimiz umoq qizimiz Nazokatmi o'zining budruqqina umoq qo'llari bilan sabiy harakatlari bilan sizning mush nomeringizga xeylilar has qo'shdi. Aferin sizlarga. Omad tilayman. Rahmat. Bog'liq ustozlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa Islomjika rahmat uchunsanlar. Bizning naqshimiz bosishimizga 1-nomerlik Mayirma o'ziniki naqsini aytib ketdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 2-nomerlik rahmat.
Teşnalıkta arzularım ne Küreldi ekşimde Teşnalıkta arzularım ne Küreldi ekşimde Tutarım niyeli kulağımda Yad etmem seni canada Yad etmem seni canada Hem kılmığım bu dünyalıktır Men kılmam her zihni adam Sana mengü cennet diler Ruhingden kıyılmam dua Ruhingden kıyılmam dua Aldılar özünüzü bir tanıştırıp ötken bolsanız. Assalamu alaykum Nahmedandagi va televizor ekrandagi ko'rarman do'stlar. Shundaqla aziz bağlıgıcı ustozlar, barlig'inglarning kechligi xayrli bo'lsin. G'ulji Chapchal diyoridan kelgan Olimjon Turg'aldan barlig'inglarga o'tib salom. Hazır aytgan narsangiz atalarga bag'ishlanib ketgan bir narsaga Shunday. ijod qilingan. Unda bo'lsa bu narsani men anglab boqmab ekanman. Yangi ijodiy narsa. Shundaq yangi ijodiyat. Kimning narsasi bu? Kimning ijodiyati? Bu naqshning tekstini mushu Nahmedandan avtori mening yaqin og'aynim mushu 700 Maygonshi 900 kentidan Ablat o'rnidan bir turib kelgan bo'lsang og'aynim. Mana narsani avtori ve o'rnida turib qo'yganmiz. Qarshilamiz. Mushu og'aynim maxsus menga atab yozgan she'rdi bu. Haftalik songa o'zgartib eklanmay. Haftalik soningizda birinchi bosqichda ot qadri degan narsani aytgan Aha, to'liq ishlanib bo'lolmaydi-ku. Ma oylik songa o'lgadimi? Muzik jo'mdi kimning ijodiy? Muzikasini 700 nahiyalik san'at o'makchilaydigan Ablikim degan og'aynim o'z qo'lida ishlab bergan. Og'ayligingiz bitagan narsa ekanda bu 700 Chapchalning odamlar aralashmadi-da bu narsaga. Chapchalda esa qaysi kasb bilan shug'ullanasiz hamda atlikdan biri parangiz o'tgan shunda o'zim yana bir qaytim bir Mening kasbim shu dehqonchilik. Dehqonchilik. Necha mo'ya va? 23 mo'ya va. Nima tegislarda Chapchalda? Odatda shu bug'doy qo'naq degandek. Bo'ldi. Xeyli yaxshi pul qoldi deymiz bizlar. Sotmadingizmi ataqa? Qurg'oqchilik ziyon bo'lib ketdi. Ziyon chiqdimi? Biz shu ziyonning o'rnini tirilib kelishni umid qilamiz. Bağlıqçılarning vazini alab o'taylik unda bo'lsa. Salam Alimjon Turg'an, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Ovoz tusingiz tutuqroq, doirasi tarroq, lekin xilil ta'sirlantirish kuchiga ega bir ovoz ekan. Ot qadri nomli bu naqshinimi xilil hissiyot bilan o'rinladingiz. Sizga taklifim, texmo o'zingizga ishinib, g'ayratlik bo'ling. Omad tilayman. Rahmat. Ovoz tusingiz yaqinliq, ammo sal tutuqroq. Bo'lsa-mu naqshini noiti hissiyotliq ijro qildingiz. Hissiyot deganim iliqi naqshining o'yintishdagi agitmalardagi o'rin. Mening deganim hissiyot aytdingiz. Endi ma naqshining muzikalik qurilmasida bir alaylik var ki.
ikkinchi kupletining boshlanish o'rni yarim ovoz ko'tarilib ketgan o'rinlar bor. Shu o'rinlarni nihoyatda yaxshi ifoda qildingiz. Keyingi bosqichlarda texmi yaxshilaringiz qalbilik bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Bizning naqshimiz bosqichidagi 2 numurliq mayirimiz bilan o'zining naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 3 numurliq mayirimizni Emem köptü ey gülür ana bir haber sen alazarındı Emem köptü ey gülür ana bir haber sen alazarındı Feleknüm gerdişi devren ayrıydı canan yarındı ayrıydı canan yarındı Feleknüm gerdişi devren ayrıydı canan yarındı ayrıydı canan yarındı Muhabbet derdine yığılıp ötüp ömrüm ada bulgar ötüp ömrüm ada bulgar Bayağı vallada Mecnun tutuya seni izlep bu barındin seni izlep bu barındin seni izlep bu barındin Adaşkan sen men kebi firqat Qayandan nur bilelmezmen Adaşkan sen men kebi firqat Qayandan nur bilelmezmen Qaçan kelgey yaridim haber Qilib taqat turolmasman Qilib taqat turolmasman Qaçan kelgey yaridim haber Qilib taqat turolmasman Qilib taqat turolmasman
Seni kim kürs perik etmez Gazan bolgan baharindi Gazan bolgan baharindi Eğer ölsem ben önüp çıksın lale Menin yatkan mazarımdin Menin gayret mazarımdin Menin miskin mazarımdin Menin gayret mazarımdin Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sahnimizga yana bir qaytam xush kelibsiz. Rahmat. Unda o'zingizni yana bir qaytam tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum nova program qatnashib barliq aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum bog'lovchi ustozlar. Assalomu alaykum televizor ekran oldidagi barliq aziz ko'rmanlar. Güzel G'ulji diyori chipchanlaysining qadimiy yurtlardan biri bo'lgan Kamisdan kelgan do'stlar, Baxtiyor Akbardan sizlarga o'tib salom, oliy ehtirom. Qarşılamız. Bugün çapçalıq mayardan işkisi var ekende bugün, Nova sahnimizde. Shunday. Aylık sanımızga tayyorligingiz yaxshimi? Men mushu qatam meni bilet tashlab qaytib naqshlarimni yaxshi ko'rib, menga bilet tashlab mushu sayniga ikkinchi qatam qaytib chiqish fursatini bergan mushu qarindoshlarimga bir 100 kilolik bir ish qilay deb, hattoki oddiy bir misol mushu Gulirana degan naqshining muzikasini endi ko'nglimdagi maqsad bu qatam asos jihatdan o'zim qo'l silib o'zimning amgigi bilan mushu xalqimga bir sunib boqay degan niyatdan hattoki mushu naqshning muzikasini o'zim qaytadan akirtlashtirib ekegan. Odatda xalq naqshlarini chaqirib aytamsiz yoki mushta ommabop naqshlarni chaqirib aytamsiz? Xalq naqshlarini. Nima xalq naqsh aytdingiz? Ama Gulirana degan naqshini rostga qilsam mening mushu sohada shug'ullanayotgan do'stlarim tanlab bergan. Adash mushu naqshani biz bir to'yda, bir ho'yilda anglab, biz qayta bir angsak kelgan orzu qilgan. Angsak mush qayta yana kelsangan navoga. O'z bir mushu naqshni bir ittifoqqa deb do'stlarimning ovozi bilan endi tanlab kelgan. Yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Bog'lovchi sizlarning bahosini bir anglab o'tamdi? Bo'ldi. Bu naqsha Forkat degan o'zbek shoirininki ijodiyati. Bu bizningki mushu Shinjongda, mushu Uyg'ur rayonida, masalan Janubiy Shinjong deyli, mushu Urumchi, mushu atroflarda uzun yillardan buyon Uyg'urlar orasida tarqab kelgan naqsha, hatto o'g'irlashib ketdi. Bu naqshini ijro qilish jarayonida 3-nomerlik mayirning yuqori tuvan ovoz qismlarini aytib tekshi naqshining puroqlarini, o'yintishlarini ifoda qilishimi nihoyatda jonliq, hissiyotliq, mardona bo'ldi. So'zlarni eshitishingizmi? Nihoyat yaxshi, ravon, ochiq. Intayin yaxshi bo'ldi. Rahmat. Aldı bilan sizning samimiyatligingizga rahmat aytaman. Ko'rinib turdi gap so'zlaringizni haqiqiy bir dehqon o'g'li. Ovozingiz to'g'riliq burimi to'xtalib o'tgan, bugun yana ta'kidlab o'tay. Ovozingiz o'ttir ovoz tusiga ega, lekin doirasi kengri xeli bir yaxshi ovoz. Gulirana nomli bu naqshni xeli mo'ngluq, hissiyotli o'rinladingiz. Anlab turdi naqshning muzikasini burunqilar qaraganda boshqacharoq, yangichiroq ishlanibdi. Sahnadagi qiyofatlaringizmi o'tganki haftalik san qaraganda haqiqatan ko'rinarlik ilgirlabsiz, xeli izlanibsiz, boy o'zingiz deb o'tdingiz. Sahnadagi umum holatingizmi xeli tamkin, joyida bo'ldi. Davomliq mush yo'lda ilgirlang. Sizga texmi zo'r utuqlarni tilayman. Rahmat. Sizdagi latofat va nazokatning sehriy kuchi Ibanisa kiyimlardan keladi. Fasoni, rangi, hamla tarbiy kiyinish odatimizga moslashgan. Esil sifatni o'lcham qilgan Ibanisa kiyimlari go'zallarimiz uchun eng esil tanlashdir. Go'zallik esil sifat va erkin qiyofatdan keladi. Gullar ichidagi eng nozik chiman Ibanisa to'ttasil ayollar kiyimlari.
yig'anda nima uchun hayotlik qachish yo'qligini ishlatamiz? Buni ishlatsak, qara. Sog'lomlik va pokizligimiz uchun mana bu hayotlik qachish yo'qligini ishlatamiz, qizim. Hayotlik, yurishlik Can dadam erdek dadam tavdek dadam Koyniken cennet kebi bağdek dadam Sen kitip alem büleşe yatmana Sözleri kaymak Mahmut yağdek dadam Sen gidip alem bölecek yapmana Sözleri kaymak naat ya bektadan Ah anam biçare mezlum kan yüter Nerede sen bağrımda vicdanlıktadan Nerede sen bağrımda vicdanlıktadan Balları izleydi her yan ah uğrum Nerede sen kandek dadam Bu tepip aldınga geldim yüz tepip Bir küteyine verdi sen kandek Esirdim alemge sığmaz oylasam Koyniken cennetke bir bağdek dadam Esirdim alemge sığmaz oylasam Koyniken cennetke bir bağdek dadam Esretim alemge sığmaz oylasam Koyniken cennetke bir bağdek dadam Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Aldidan o'zingizni bir tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum ekran oldidagi qarindoshlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, ustozlar, hammanglarning kechligiga xayrli bo'lsin. Men Oqsuv Avod noyasidan ismim Mardon Qovul. Hozir Shinjong san'at institutining muzika o'rlash kasbida o'qiyapman. Muzika o'rlash kasbida. Ha. Unda bizning Amragul ma'lumotda dars olib turdi ekansizda? O'quvchisizmi? Hamda olmoqchi. Hamda olmoqchimi? Nechinchi sinfda o'qiyapsiz hamsa? Hozir 2-sinfda. 2-sinfdami? Ha. 3-sinflarga chiqqanda olib qolganlik turamsiz? İşte o'ylashyapman. Ila Amragul ma'lumotda bir aniqlab baqaya. Nechinchilik chiqqan dars o'rasiz Mardonga deb. Haftalik yulduzimiz bo'lgan haftalik sonimizda. Bugun oylik sonimizga keldingiz. Tayyorligingiz menimcha yaxshi. Yaxshi o'zingizmi? Haftalik sonimizni boshdan kechirgandan keyin menimcha fel tajribalik bo'lib qoldi, mayirlan deb o'ylaymiz hamda. Ha, unda bo'lsa birlikda bog'liq ustozlarning bahosini anglab o'taylik. Salam Mardon Qovul. Va alaykum Xush kelibsiz. Ovozingiz bormi deb o'tgandim, to'limi liriklik, hissiyotga boy, xosligiga bor bir ovoz. Bu sahnimizda bizning navo sahnimizda xilil ko'p etilgan naqshlardan Dadam nomli naqshini o'rinladingiz. Naqshni kuchli hissiyot bilan nayt yaxshi mo'nglik o'rinlab berdingiz.
Rahmat. Naqshidagi qattiq yumshoqlik farqi, nafasni kontrol qilish bu jihatlarda xilil ko'rinarlik, yaxshi izlanibsiz. Sizga endi kasb o'qiyotgandagi cho'qim talabni qattiq qo'yishimiz kerak. Texmo shu ovoz ilmi, ovoz chiqarish jihatlarda yana texmo sistemalik o'rganishga izlaning. Omad tilayman. Rahmat. Rahmat. Baliq ustozlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa, qolgan mayirlarni sahnaga taklif qilamiz. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mayirimizmi o'ziniki naqshini aytib o'tdi, baliq ustozlarga bahosini berib o'tdi. Unda bo'lsa, tomoshabin do'stlar, faraz qilib boqqan bo'lsanglar, bugungi 5 mayirimizning ichida zoti qaysi mayirimiz oylik yulduz bo'ladi? To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni Shinjong yo'lliq xalqaro sud chekishlik ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarışimliq kostyum bilan mukofotlaymiz. Birinci numaralık Mahir aylık yıldız bulamdiki deb qiyas qilma. Menimcha bo'lganda 3-numurluq Mahir cho'qim oylik yulduz bo'ldi. Bu aylık yıldızımız Merdan Qavul yani 5. numaralık Mahirimiz bulamdiki deb faraz qilma. Menimcha 4-numurluq Abdukim oylik yulduz bo'ladi. Menimcha 2-numaralık Mahir aylık yıldız bulamdiki deb faraz qilman. Kanalni yo'tkamay turgan qisqa e'londagi natijasini birlikda ko'ramiz. Ordubog mahallasi davrimiz azmatlarini 220 ming kvadrat metrlik ordu uslubidagi bog'cha hayoti bilan tartiblaydi. Kang tasha bino oraliqi ko'rish doirangizni yuqori chekka yetkazib, kilosizlik va zamonaviylikni his qildiradi. 5400 kvadrat metrlik mahalla savdo ko'chasi Ordubog mahallasining aholilarga ko'rsatgan xos izzat ikromi. 220 ming kvadrat metrlik Ordubog mahallasi. Qiziqli niyat telefoni 0991289111. Dallo Xayning Nurk kiyimlar shaharchisi to'xtam muddati to'shqanlik sababli barliq Nurk kiyimlarni asli bahosi bilan hisoblashmagan asosda bir taraf qilmoqchi. Nurk kiyimlar 95% e'tibor bahoda, ya'ni 100 yuan, 300 yuan, 500 yuan da setiladi. To'shqan yungi chapallar 95% e'tibor bahoda, ya'ni 200 yuan, 400 yuan da setiladi. Nurk chapallar 92% e'tibor bahoda, ya'ni 2800 yuan, 5600 yuan da setiladi. Kiyimlarni bir taraf qilish vaqti 2-ayning 14-kundan 3-ayning 2-kunigacha. Manzil Urumchi Shoshimin yangi Dallo mal setib olish markazining 4-qavatida. Telefon 0991 22 06 161. Sog'lomlikni asrash ko'p tarafdan bo'lishi kerak. Mana bu yerlik mahsulotimiz bo'lgan 100%lik to'gi yungi qo'y yunglaridan ishlangan Volkan infra qizil nurliq to'gi yungi qo'y yungi uzun umr sog'lomlik ko'rpisi. To'g sarfiyoti alohida to'van. O'tkazish alohidligi yuqori. Bu mahsulot qon aylanishini yaxshilab, shamoldarishdan bo'lgan bel og'riqlari, revmatizm, shundaqla bel umurtqa taqsisi pul kiyib chiqish qatorliqlarga nihoyatda mos keladi. Sog'lomlikning haqiqiy hamrohi Volkan infra qizil nurliq to'gi yungi qo'y yungi uzun umr sog'lomlik ko'rpisi. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjong Vaslivot madaniyat taraqqiy sektori birlikda uyushtirgan Qizil kali vitaminli quvvat ichimligi alohida hamkorlashgan yangi navo programmasi. Bunday bo'lsa, naq maydondagi tomoshabin do'stlar qo'linglarga bilet tashishni elib, 5 mahirning ichida o'zingizlar yaxshi ko'rgan mahirning rad numerini yuqori ovozda to'lab, yoqtirgan mahirlarga bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kenarlarga o'rilib natijalarni ko'rib olsanlar bo'ldi. Keyingi bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Tovangichi bizning ikkinchi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar bo'ldi. Afsus Alimjon, Abdulik sonimiz qatnashganda qaysi bosqichga borgandingiz? Oxirgi bosqichga, ikkinchi bo'lgan. Abdulik sonimizda ikkinchi bo'lgan shundaymi? Shunday. Bugun hamda oylik sonimizda hamda Abdulik sonimizda Abdulik yulduz bo'lgan shundaqlar hamda sizga o'xshash bizniki ko'rman do'stlar bilet tashlab qaytarib kelgan mayirlar hamda bugun mayirlarni esa kuchli desak bo'ladi hamda o'zingiz his qildingiz balki. To'g'ri. Bizniki keyingi bosqichimizga muvaffaqiyatli o'tamay qoldingiz hamda mush fursatda yana bir qaytim yurak so'zingizni anglab o'tgan bo'lsak. Inshaalloh ketgan bo'lsam-mu hech qisi yo'q. Natija muhim emas, jarayon muhim. Mushu fursatda meni qo'llab-quvvatlagan barliq do'st birodarlarimga, qarindoshlarimga, shundaqla ularning orasida birdan-bir muhim odam. Meni burundan tatib qo'llab-quvvatlab, kichigimdan beqib cho'ng qilgan mehribon onamga cho'nqur rahmatimni bildirman. Rahmat opa. Bundan keyin Alimjonning sirga zo'r utuqlar tilaymiz. Bundan keyin hamma 20 mo'yatdan to'shaq mahsulot ilishni umid qilamiz, lekin rahmat. Bo'ldi. Sizni o'zib qo'yganmiz. Qizg'in alqishlar bilan Alimjonni
Bizning naqshimiz bosqichi nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Unda bo'lsa, keyingi bosqichimiz, ya'ni qarindoshlar bosqichiga o'tib ketgan bo'lsak, bizning ikkinchi bosqichimiz Nigar ishqimdi men sevda Biter mu küllerim derde Saldaş dedi karvandan Yürek bağrım bulup lakta Ey nigarım sen Ey cananım sen Ey nigarım sen Ey cananım sen Yaza çekmese aşık Savkanda kucak aşka Sadakat bağda güller Sevgiye kuş bırak çaşka Ey nigarım sen Ey cananım sen Ey nigarım sen Ey cananım sen Zahalet yetmese dılga Vata gülşen yaşnaydı Vata gülşen yaşnaydı Güzel arzu ümit bizim Hayat oyunu başlaydı Güzel arzu ümit bizim Hayat oyunu başlaydı Ey nigarım sen Ey cananım sen Ey nigarım sen Ey cananım sen Ey nigarım sen Atlik sanamızı kelgan tanız, ha? To'g'ri. Islom Jakamning ayoli. To'g'ri. Ya'ni mening yengam desak. To'g'ri. Ishqinglar to'y qilg'ili necha yil bo'ldi? 15 yil bo'ldi. 15 yil bo'ldimi? Necha farzandinglar bor? 2 balamiz bor. Birsi qiz, yana birsi qiz. Toza. Avat sanımızın şunda da xeyli küldegen tomoshabinlarimiz. Bunda biz baliq ustozlarning bir bahasini olib o'taylik. Qarindoshlar bosqichiga o'zingizning sadoqatman, mehribon ayolingiz bilan yana shu bosqichimizga naqshingizni ep kelibsiz. Tanlagan naqshinglar Nigarga so'z nomli naqsha. Nihoyat yaxshi ovozinglar moslashibdi. Ishqinglarning ovoz tusiga, ovoz doiranglarga shunchalik moslashgan. Menga eng ta'sir qilgan yana ishqinglardagi mushu naqshidagi mehr muhabbat. Sizlar moya qaramadinglar naqshida boshdan oxir. Butunlay o'zaro bir-biringlarga qarab Bular uzun bo'tga bir-birlik ko'miglik.
deyman, butunlay o'zinglarning chin yurib ketgan shu muhabbatning samimiy chinligidan. Men shunchalik suyundim. Baxtlik oilanglarga ko'z tegmasin. Texmo baxtlik inoq bo'linglar. Sizlarga yanama zo'r utuqlarni tilayman. Rahmat. Rahmat. Bo'ldi. Rahmat do'stlar. Qeyrindaşlar basqıçıdaki birinci numaralık mahirimizmi özünki qeyrinleşilen numarını kösbette onda olsa kızgın alqışlar bilen 3. numaralık mahirimizin qeyrinleşilen Yığıp yürügen dünya seni toygıda Töküter mihman keldi öygüde Desene gerçenmestin bu kanda Bilip koygun Uygur digen şunda Yığıp yürügen dünya seni toygıda Töküter mihman keldi öygüde Desene gerçenmestin bu kanda Bilip koygun Uygur digen şunda Uygurlarning qo'li oltin ko'ngligi Bük baraksan ula turgan deştçi Uygurlarning qo'li oltin ko'ngligi Bük baraksan ula turgan deştçi Do'stqa degan mikri uchuq ko'ngli Bilib qo'ygin Uyg'ur degan shunda degan yaxshilikqa yaralgan bilinilmi jahon g'umi taralgan Uyg'ur degan yaxshilikqa yaralgan bilinilmi jahon g'umi taralgan hayron bo'lib desang agar bu qonda ma'rifatlik Uyg'ur degan mushunda hayron bo'lib desang agar bu qanda ma'rifatlik Uyg'ur degan mushunda Naqsatsız, meşrepsiz o yürümeydi Sen gülmesen o içilip gülmeydi Naqsatsız, meşrepsiz o yürümeydi Sen gülmesen o içilip gülmeydi Sen ilgilsen bu sunuydu senin için Sen sultangar o ölüydü senin için Uyghur degan yaxshilikqa yaralgan bilinilmi jahon g'umi taralgan Uyghur degan yaxshilikqa yaralgan bilinilmi jahon g'umi taralgan hayron bo'lib desang agar bu qonda ma'rifatlik Uyg'ur degan mushunda hayron bo'lib desang agar bu qonda ma'rifatlik Uyg'ur degan shunda bilib qo'ygin Uyg'ur degan shunda Assalomu alaykum. Singillarım, xush kelibsizlar. Bular kim bo'ldi? Bu yoq mening o'z singlim
İsmi Raziyem Ekber. Mening keynimdikisi. Sizning kendiksi. Ha. Bu yoq mening uchinchisi. Nadirem Ekber. Mening ikki o'moq singillarim. Ikkalisi bir qo'saq singlingiz. Ha. Qarshi olamiz. Usulni shunda chiroyli o'ynab berdinglar. Necha bola bor Baxtiyor? Biz uchaylan. Hammamiz keldik. 3 bola, ha? Boshqa cho'nglar keldimi, kelmadimi? Cho'nglardan anam. Apangiz keldi. Anam keldi. O'rningizni bir turib bergan bo'lsangiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Balalarni shunda guldek cho'nqibsiz mana. Rahmat. Unda bo'lsa, singillaringizdan kelib yurak so'zini bir anglab o'taylik. Bo'ldi. Men oldi bilan mushu xil 3 qiyrinishim bilan mushu xil sahnaga chiqish fursatini yaratib bergan, shu akamga bilet tashlab, naqshlarni qo'llab, yoqtirib, qaytirib akagan shu qiyrindoshlarımga, shu yuragimning cho'nqir qatlaridan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Albatta, qiyrindoshning mehriga hech qanday mehr to'g'ri yetmaydi. Mushu kamgacha akam ikki sonimdan o'qishimizga nurg'ulg'an bedellarni to'ldi. Bular faqat o'zimga ayon. O'zininki shu oliy maktabda o'qish fursatlaridan rost gap qilsam, shu opam dadam Dehqonning 3 balani o'qitmag'i unda qasan emas. Shunga o'zining shu xil fursatlardan voz kechib, mushu singlim ishkimizni tam mushu kamgacha o'qitib kelyapti. Men shu munosabat bilan janjigar bir tal zo'r qalb bilan tilayman. Rahmat. Va shundaqla opam dadamning eng cho'ng orzusining bugungi kunlikda amalga oshganligidan intayin xushalman. Opam dadamning shunda bir orzulari bordi. Opam mushu ish qirindishini, mushunda bir cho'ng sahnlarda, televizor yuzlarida ko'rishni ilgirkin orzu qiladi. Ushlarning orzusining amalga oshganligidan bek xushalman. Qaysi maktabda o'qiysizlar? Sağlam. Şinjan yenik so'z san'at kasbi yunitniki bug'otirlik kasbini bitadi. Hozir praktika qilyapti. Men bo'lsam G'ulji Yangi tafakkur kasbiy tarbiyalash markazida do'rgarlik kasbida o'qiyapman. Ikkilanlar lekin usul o'rganmagan-a? Yo'q, tarbiya ko'rmagan. Rostga qilsam bu bugungi shu qiyinlashlar bosqichiga o'tib qolsak, akamning bu naqsiga men endi meni bu san'at jihatdan rostga qilsam akamga shu aloyidligim bor. Naqshim ayta olmayman, ham usul o'ynay olmayman, lekin men singlim endi meningchilik emas. Lekin dadamning orzusi bo'yicha shu 3 balam sizlarni bir ko'rsam, singlingizni aytchiqsingiz dedi, shuning bilan bir aqur mashqqa asoslanib chiqdi. Bo'ldi, naqsh aytma dedingiz-a? Unda bo'lsa, sizning bir ko'plik naqshingizni Rahmatdan olib boqamiz. Qalbimning eng cho'nqir qatlaridan o'rin olgan onam nima deyilgan Abdulla Adrim akamizniki ana degan naqsini aytib bersam. Farzandimda zahar o'tgan ona, tanholigim sana yar yular. Farzandimda zahar o'tgan ona, tanholigim sana yar yular. Şamallarga tökken derdini hiç kim bilmez, üzündün bülek. Ana mihriban ana, anam kadirdan ana, anam mihriban ana, anam periştem ana. Rahmat, Raziya. Mana boya sizlar o'tgandek rostla, qarindoshlar mehriga hech narsa to'g'ri kelmaydi. Faqat to'g'ri kelmaydi. Endi akangizning bugungi shu sahnaga
Sizlar bilan birga chiqishi to'liqmi xushal qildi. Shundaqla sizlarning Xush bizni xush qildi. Albatta, akangiz bilan programma surat kelishining oldida paranglashgan chaqda Abdulik sandan hamda chaqirib kelganiga xush bo'ldim. Bo'lsam shu ikkinchi bosqichga o'tib olgan bo'lsam bek yaxshi bo'ldi deb bek shunda deb ketgan. Mening ham ilojim yo'q uni o'tkazib qo'yganga. Lekin endi tomoshabin do'stlar yoqtirib bilet ko'p tashlanib ikkinchi bosqichga muvaffaqiyatli qadam qo'ydi. Akangizning shu go'zal orzusi amalga oshdi deb o'ylaymiz. Mushuk fursatni yaratgan tang tomoshabin do'stlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Akangizning uchinchi bosqichga muvaffaqiyatli qadam qo'yishini chin dilimizdan umid qilamiz. Unda bo'lsa birlikda bog'liq ustozlarning bahosini anglab o'taylik. Baxtiyar Akbar, bizning ikkinchi bosqichimiz qarindoshlar bosqichiga to'liq moslashgan, nayt yaxshi nomerdan birini olib kelibsiz. Uyg'ur degan mushundaq nomli naqsha. Naqshini shunchalik tabiiy yaxshi o'rinladingiz. Bo'libmi bizning qo'shmaq singillarimiz, garchi kasbiy usulchilar xos harakat bo'lmagan bilan, naytmi turmushliq oddiygina harakatlar bilan sizning naqshingizga shunchalik yaxshi moslashib alayda kuch chiqadi. Sahna kiyiminglar shunchalik milliyatligi bor, xosligi bor, yarashimliq bo'pti. Rahmat. Mayli siz mush bosqichdan tallining yo shallining, siz nayt baxtiyar. Chunki siz o'zingizning mehribon onasini tövanda o'ltirib, o'z qarindoshlaringiz bilan yurak so'zlaringlarni ifodalab naqsh etdinglar. Bu gapni men burunmi deb o'tgan bu hamma odamga nisib bo'lmaydi. Demak siz mayli tallining, shallining siz baxtlik. Amaklar bo'lsin. Rahmat mana. Qarindoshlar bosqichidagi 3-nomerlik mayirimiz o'ziga ichki sanasi bilan nomerini ko'rsatdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 4-nomerlik mayirimizning qarindoshlar bilan
Abdukim Aldo'lan xayrlashingizni tanishtirib o'ting. Bu yoq ismi Paksat. Mening oliy maktabdagi savoqdishimman. Bir kasbda o'qiymiz, kasbdosh. Kasbdosh. Ta'mir kasbida o'qiydi. Ta'mir kasbida. Paksat nima programmamiz qatnashgan, a? Paksatga basangiz Paksat ikimiz birdan paranglashlar. Nechinchi bosqichgacha borgandingiz? Birinchi bosqichgacha. Birinchi bosqichga kelganmi yo birinchi bosqichdan keyin qaytib qaldingiz? Birinchi bosqichdan asta qaytgan. Asta qaytganmi? Afsus. Keyingi bosqich o'tamay qolgansiz. Ya'ni kelishni o'ylashdingizmi, o'ylashmadingizmi? O'ylashdim. Bo'ldi. Qarshi olamiz. Bundan keyin 3-bosqichlarga o'tib ketishingiz mumkin. Yaxshi tayyorlab kelsangiz. Rahmat. Abdukim unda bo'lsa, hozir chaqirganlar ajam muzikasi. Buni tanlab qolibsizlarmi? Hozir o'sha yangi navbat programmamizga qatnashgan maylarimiz ombab naqshlarni bu parvoz bosqichini chiqarib o'tgandan keyin bu ombab naqshlar parvoz bosqichini qarindoshlar bosqichi qo'shib o'tdik. Shunday demoqchiman, unutibman. Shu bosqichni bir qilib o'tgandan keyin shu milliy muzika toz chiqilmaydigan qol asosiy naqshi bilan bu unga bilan shunday qilib chiqargan bo'lib qoldi-ku. Shu milliy muzika bir asmi chiqmadi shunamda. Ajamni bir chappa qayd etingizmi? Shu o'zimni 5 yilni beramda o'qitish ustozlarim, shu oliy maktabdagi kasb o'qituvchilarim menga bilim beribdi. Shu o'zimning tirishchiligim, o'qituvchilarimning, kasb o'qituvchilarimning astoydil o'rgatish bilan shunchalik bir saviyaga olib yetibman. Shu temir muzikasini chiqish o'yiga kelib qoldim. Yaxshi. Nəhayət yaqinliq ondan çəpədənlər muzikini. Onda olsa bizdən bağlıqçı ustazlar nəm deyilki bir anlap etəylə. Abdukim Ahad qarindoshlar bosqichida ajam muzikasini o'rinladingiz. Haqiqatan mush muzika orqali bizning Uyg'ur chalg'u asboblaridagi bir sehriy kuchni namoyon qilish bilan birga bizga badiiy zavq, huzur ato qildingiz. Anglab turdi tambir chelishda xeyli bir yuqori mahorat saviyaga yetibsiz. Siz o'qish bitirish oldida turib yetibsiz. Bundan keyingi san'at hayotingizga texmi zo'r natijalarni tilayman. Aferin sizga. Rahmat. Yuqoridagi ajamni o'rinlash orqali siz maktab bitirish imtihonini berdingizmi? Haqiqatan natijalik yaxshi ijro qildingiz. Chapadingizda ajamni. Yaxshi o'rganibsiz. Omad yor olsun. Rahmat. Bo'ldi Abdukim. Ramaga so'sanlar. 4-numurluq mayırımızmı özünki qayğınlıçıdan numarını kösüp ötü. Onda olsa qızğın alqışlar bilan 5-numurluq mayırımızı qayğınlıçı Sazlani Asli gül tacı Güllərin bahari həm yazi muqamlar Misal şərbetiga to'ymasdan o'tgan qizlani Mattun karnazi Sazlaning asli gül taci muqamlar Güllərin bahari sen yazi muqamlar Misal şərbetiga to'ymasdan o'tgan qizlarning maftunkor nazi muqamlar Qizlarning maftunkor nazi muqamlar Quyoshni
yaşlatar bostanlarını. Birdi o yüreknin sadası bulup anga doldurar dastanlarını, anga doldurar dastanlarını. O bulbul navası qo'ynidan o'rlikka insonni doim chilg'an, o'rlikka insonni doim chilg'an. Qalbimga bizga o'y soldi muqamlar, vujudim sendan o't oldi muqamlar. Köy bilan hasreti ajdod umrini baqilik ramzi bo'lib qoldi muqamlar, baqilik ramzi bo'lib. Qoldi muqamlar. Qaerindasınızı tanıştırıp ötdüm. Dostum bizim Şinjan Sanat İnstitutida usul fakültede usul kasbida o'qiydi. İsmi Adile. Adile. Adile nechinchi yilda o'qiysiz? 3-yilda. 3-yildami? Keyimingiz shunda yarashibdi bu naqshig'imi yaxshi parvoz qilib berdingiz. Unda sizning do'stingizga bo'lgan bir ikki yurak so'zingizni bir anglab boqaylik. Dostum Merdan'dan texim tirishib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni umid qilaman. Bo'ldi. Ikkalanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Unda biz birlikda ba'zi ustozlarning bahosini anglab o'taylik. Aldingi qitimda o'rilgan naqshaning ilki tusi mana naqshaga o'xshamaydi-ku. Shundaq bu ayrim bir uslubda. Men mana bir ömür naqshatim, Abduzkan bir ömür naqshatadi. Uyg'ur naqshilarning ichida Abdurim Ahmadi ovoz ishiltish shunchalik usta. Ma naqshini ashadam o'rilgan. Sen anglagan mashadam aytqanda? Aldım. Ha. Sen bu aytı ovozingni qiynalmasdan avji bo'lsin, shuna igiz avji bo'lsinmi, ashun chandomasdan ashu tiniqni ovozni ishiltishga xeli mayr ekansiz-ku. Shunchalik ashu jinja ovozlaring nayt keldi. Ma naqshning hissiyat furaqlarini shunchalik yaxshi ishlatding. Nafasni shunday ishiltishni yaxshi bilgansiz. Kasbiy naqshchimi sen? Yo'q. Naqsh kasbin ilm olganmi yo'q? Dadam kasbiy naqshchi, dadamdan azroq olgan. Dadam o'rgatgan kishimdan tortib. Naqsh etishnimi? Shu bir yeri bor. Endi bundan keyin bo'lsa shu kasbiy naqsh etishdan shu ovoz ilmi jihatda izdan. Bu bak muhim narsa bu. Ovoz ilmni buni o'rganmasa mangu asqatadigan naqshli kasbi mangu asqatijimi bu? Ma naqsh yomon fayz etildi. Ma qiz ajoyib fayz o'ynaydi usulni. Kasbi usul chiqgan bu. Bak. Rahmat. Nima deymiz endi Ahmet yar bo'lsa boshqa gap yo'q. Bundan qolgan mayirlarni texnik taklif qilamiz. Qaerindaysa bosqichidagi 4 mayirimizni o'ziniki qaerindash bilan nomerini ko'rsatib o'tdi. Unda bo'lsa hal qilg'uch bosqichga yana qadam qo'ydik. Unda bo'lsa qo'linglardagi bilet taysoqishni elib, o'zinglar yoqtirgan mayirlarning rad nomerini yuqori ovozda to'lab, yoqtirgan mayirlarga bilet taysanglar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tayslash boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
Anas yaylaqlarının esil sap sütdi. A'la sifatlik choy va yo'tliq tuz qo'shilgan. Xalqimizning iste'mol odatiga moslashtirilgan, zamonaviy texnika bilan ishlangan tabiiy mahsulot. Hamma esil, kunda uyda issingizmi? Sayohatda va safaringizda ishsingizmi toza yarishadigan. A'la sifatlik. Qanas atgan chiyi, ishonchlik, qanas atgan chiyi. Anam o'z qo'li bilan atgandeklar. Qanas atgan chiyi. Qanas atgan chiyining huzuri cheksiz. Qanas 3, 2, 1. Әбат көріңіздер. Ayda bir yulduz basqıçıga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tuvanga tushib, eng oxirgi bosqichimizga tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Nima deymiz ham mush fursatda bir ko'ngil so'zlaringizni olaylik endi. Mush munosabat bilan meni mush saviyaga yetkazgan. Bo'libmi yana naqsha ham mushu milliy muzika ya'ni tembur kasbida meni mush saviyaga yetkazgan. Bo'libmi to'liq o'tirda meni tunji savodim chiqqan. Turalagul muallimimni andikin oliy maktabda mana temburni astoydil o'rgatgan Qasimjon muallimga andan mening sinf mas'ulim ham naqsh o'qituvchim Ayshangul muallimga ko'p rahmatimni bildiraman. Kasbda menga nurg'un bilimlarni berdi. Ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bo'ldi oldikim siz chiroyli muqom etib bergan ajam muzikasini ayt yaxshi chip bergan. Afsus keyingi bosqichimizga qadam qo'ya olmay qoldingiz, lekin maktab bitirish oldi turasiz. Buningdan keyingi kasbiy hayotingizga, xizmatingizga utuq tilaymiz, turmushingizga baxtlik tilaymiz. Ko'p rahmat. Keyin bizningki san'at sahnimizda chaqnagan bir yaramliq bir ta'mirchi bo'lib qolishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat. Qizg'in javoblar bilan Abdukimni o'zib qo'yganmiz. Siz yaxshi ko'rgan Mahir Navoz sahnasini qo'shilishgan bo'lsa, hech qisi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirning rap nomerining oldiga 33 ni qo'shib, 106 266 19 ga qisqa uchur yo'llash orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirning Navoz sahnamizga yana qaytarib kela olasiz. Bo'ldi tomoshabinlar, bizning qarindoshlar bosqichimizmi nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Unda bo'lsa oxirgi bosqichga o'tib ketgan bo'lsak, bizning oxirgi bosqichimiz Salma juda yıkamini Bu juda derdine aktı güzü Aktı güzü Getireyim uçma şiravi Kirme şamavi İnkeni Ümidiyim handa okşazi Koyduk Koydum kıyım nimelige Getireyim uçma yiğiz Asma dikavizdim pesmevi Asma dikavizdim
Karımes men iş kaçan eydendiki gül desme eydendiki gül desme. Can harclısek bu yolda, harclısek bu yolda, harclısek bu yolda. Hamman bir gün harlığı, tutduğun cahan bu, tutduğun cahan bu, tutduğun cahan. Hamman bir gün harlığı, tutduğun cahan bu, tutduğun cahan bu, tutduğun cahan bu. Arzu kılıp arman yer, ötüdüğün cahan bu, ötüdüğün cahan bu. Arzu kılıp arman yer, ötüdüğün cahan bu, ötüdüğün cahan bu. Süydürüşte, süyüşte, kütüdüğün cahan bu, kütüdüğün cahan bu, kütüdüğün cahan bu. Süydürüşte, süyüşte, kütüdüğün cahan bu, kütüdüğün cahan bu, kütüdüğün cahan bu. Taşmaylı öz ara, kılışmaylı dil yara, kılışmaylı dil yara. Taşmaylı öz ara, kılışmaylı dil yara, kılışmaylı dil yara. Dostku dostay hürmetten, ötüdüğün cahan bu, ötüdüğün cahan bu. Dostku dostay hürmetten, ötüdüğün cahan bu, ötüdüğün cahan bu, ötüdüğün cahan bu. Kanmay ata balığa, kitüdüğün cahan bu, kitüdüğün cahan bu, kitüdüğün cahan bu. Kalıdığın cahan bu.
etmeysen gülüm. Bir özeni oylayman yalğız, Xiyalın ketmeysen gülüm. Bir özeni oylayman yalğız, Miskin könglim koyma buzuldu, Yet alınğa men yine yalğız. Miskin könglim koyma buzuldu, Yet alınğa men yine yalğız. Bırak derdu hicranda, dertlerimge dava bulan sen. Dertlerimge dava bulan sen. Bir özeni oylayman yalğız, canni alam sen. Bir özeni oylayman yalğız, Şunçinap canni alam sen. Seni bir ömür gütey, akarsın kapkara çaşlar. Gütey seni bir ömür gütey, akarsın kapkara çaşlar. Aksımırakta senin üçün tükülgen yaşlar. Gözlerimden aksımırakta senin üçün tükülgen yaşlar. Dökülgen yaşlar, senin için dökülgen yaşlar. Aydı biri Yıldız basışıdaki 3 mayırımız mı özünki naqsını etip öte, onda olsa bağlıqçı ustazlarının bağısını bir anlap ötken bolsak. Birinci numaralık mayırımız bayatın keptirim degan naqshni acayip yaxshi o'rladim. Oshtoq naqsh shu bu. Qiyinlik darajasi haqiqatan yo'qroq. Sal yuqurgan, uning ustiga ulardan chikatgan yerim bor. Onu acayip muşu ro'ying pek yaxshi. Aç evcisizlar. Keptirim oştayra. Day 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 day. Atak. Şuna. Day 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 day. Keyin o'xshash. Aç evce atak iletti. Adırak yeri soz koydun bir çalıp kaldı eşiri. Ama avazın şundak yoruk, dağdan şuna çıraylık ettin. Gep yok bunun da. 5. numaralık mayır doğrusu da üzerine kız karşında pütey.
Siz to'g'riliq boya shundaq o'zimizning qoyil bo'lgan ko'z qarashlarimizni o'tirib qo'ydik. Sizningki istiqbolingiz parlaq bo'lgan bir naqshchi, ashundaq naqshchi bo'la olasiz. Endi naqshchilar naqsha aytganda kishilar yaxshi ko'rdi deblar naqshlarni tanlab aytiyasi bo'lmaydi. Naqshchi cho'qin naqshining mazmunini, melodiyasini tanlash kerak. Endi bo'libmi Uyg'urlarga tabi bo'lgan naqshlarninki Turak alayligi, melodiya alayligi, kuy alayligi qatorliq bir muncha alayliklar bor. Tavalligi aniq bo'lgan naqshi, nurg'un naqshlar bor nadir. Naqshlar shundoq naqshlarni tanlab aytishingizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat sizga. Baxtiyar Akbar, elektronlik realni o'zingiz naq maydonda chelib, Jahon bu nomli hammamizga tanishib bo'lgan naqshni o'rinladingiz. Haqiqatan ko'rinib turdi sizga shu san'atga, naqshiga bo'lgan yuragingizda bir o't bor ekan. Rahmat. Davomli izlaning. Unda bo'lsa programmamizning bosh qismida bizningki mush 3 mayimizni aylık yulduz bo'ldi deb faraz qilgan tomoshabinlar nada o'tadinglarki, o'rinlardan turib kelgan bo'lsanglar. Bugungi aylık yulduz bo'lgan mayirimizga zodi qandaq mukofot berilaki bir o'qib o'tgan bo'lsak. Aylık yulduzimizni Sarxil xalqaro so'lchakchilik ta'minlagan Italiyaning Jaspira motori saflangan, sovutish qurilmasi butunlay misdan yasalgan, qo'sh temperatura kontrolga saflangan Sarxil markasidagi to'nglatqo bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempionimizni diyorimiz hanım kızlarının güzellik için üzlüksüz izlenip gelivatkan Şinjan Özsüngül Soda şirketi bir maşini bilen mukofotlaydi. Muş fursatda mening kiyimim ta'minlab kelayotgan Dönkörgü Soda bozori 3-chi qavatga joylashgan Dafari kiyimlarini maxsus etish do'koniga alayda rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Yana mush fursatda Özsüngül Soda şirketi Yo'lliq xalqaro soda şirketi, Xushalliq Soda şirketi Divan Ayaq shaharchisi 4-chi qavatga joylashgan Muxlisa Gulchilikka qatorliq o'rinlarga alayda rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Unda qo'shib biz Farad qo'la vakillerini bilet tashlashga taklif qilgan bo'lsak, oldi bilan bizning 1-numurlik mayirimiz Islomjon akamizga qo'lidagi 10 numurni berishni xohlaydigan Farad qo'la vakillari taxtalanib o'tagan bo'lsanglar. 1-220 numur muborak bo'lsin. Unda qo'sa bizning 3-numurlik mayirimiz Baxtiyarga qo'lidagi 10 numurni berishni xohlaydigan Farad qo'la vakillari taxtalanib o'tagan bo'lsanglar. 1-220 numur muborak bo'lsin. Bizning 5-numurlik mayirimiz Mardonga qo'lidagi 10 numurni berishni xohlaydigan taraf qo'la vakillar taxtalanib o'tagan bo'lsanglar. 1-220 numur. Hammanglar 20 numur oldinglar. Hamda qolgan numur tomoshabinlarning qo'lida. Unda qo'sa, qo'linglarga bilet tashlashni elib, 3 mayirning qaysini yoqtirgan bo'lsanglar, shu mayirning rad numerini yuqori ovozda to'lab, yaxshi ko'rgan mayirga bilet tashlashinglar bo'ladi. Unda qo'sa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7, 6, 5. Qanas yayloqlarining esil sap sütdi. A'lo sifatli choy va yo'tliq tuz qo'shilgan. Xalqimizning iste'mol odatiga moslashtirilgan, zamonaviy texnika bilan ishlangan tabiiy mahsulot. Hamma esil, kunda uyda issingizmi? Sayohatda va safaringizda ishsingizmi toza yarishadigan. A'lo sifatli. Qanas atganchiyi, ishonchli Qanas atganchiyi. Onam o'z qo'li bilan atgandeklar. Qanas atganchiyi. Qanas atganchiyining huzuri cheksiz. Qanas atganchiyi. 4 3 2 1. Mübarek olsun. Bizden bugünkü aylık yıldızımız İslamjon akamiz mübarek olsun. Talelik tomoshabin Yo'lliq xalqaro so'lchakchilik ta'minlagan Yo'lliq markasidagi yarışimlik kostyum bilan mukofotlaymiz. Mübarek olsun. Onda qo'sa biz bog'liq ustozlarni bugungi oylik yulduzimiz shundaqla qolgan mahirlarga mukofot lo'nqisini shundaqla guldastalarni yetkazib